Ba'zan odamlar charchagani uchun emas, ichida nimadir o'tgani uchun erta uxlab qoladi. Bir yigit bor. U har kuni o'ziga va'da beradi. Har kuni bugun erta yotaman, ertaga boshqacha bo'laman. Kech kelardi, telefonda ko'zlari yumilib borardi va ichida nimadir unga hali erta, vaqt bor deyotgandek bo'ladi. Lekin u o'zini ovutardi. Ertadan boshlayman. Shu ertadan degan gaplar asta-sekin hozirga aylanib boshlaydi. Tonglar o'tdi, kunlar o'tdi. U esa har safar bir xil pushaymon bilan uyg'onadi. Bir kuni tongda uyg'onib ketdi. Atrof jim. Faqat uzoqdan azon. Allohu akbar, Allohu akbar. U birdan o'ziga savol: men nimadan qochyapman? Va aynan shu payt u yig'lab namoz uyqudan afzaldir. Nafs balosi boshimni egib, 3-4 danga qo'limga tegib, makkor shayton iymonim yengib, bomdodlarda uxlab qiyomatni ko'rmaydigandek, Robbimga yuz bo'lmaydigandek, go'yo sira o'lmaydigandek, bomdodlarda uxlab qolyapman. Beparvo bu ko'ngil buncha to'q, qandoq qilgum kuydirganda cho'q. Mag'firatga loyiq amal yo'q, bomdodlarda uxlab qolyapman. Har amalim Robbimga ayon, betinch o'ylar qilmoqda tug'yon. Oqibatda borarim qayon? Bomdodlarda uxlab qolyapman. Muslimlarni namozda saf et, ochiq ko'zdan mudroqni daf et. Robbim o'zing gunohim afv et. Bomdodlarda uxlab